Assalomu alaykum. Anglayotganlar Şinjan Xalq Nashriyati 2000 yili 1-oyda nashr qilgan roman Ili to'lqinlari. Avtori Abdurahmon Qahar. 2-qism 14-bob. Davomi. Ulug'bay Qiziltig'idan buyruq bo'yicha Sarsumbaga qaytib kelgan Nizomiddin poliki 6-oyda Sarto'qayga otlanish to'g'risida yana buyruq topshirib oldi. Таң сәһәр yo'lga chiqqan qo'shin bir qo'nib qora tungiga yetib keldi va oziqlanish uchun otlaridan tushishdi. Tayyor tomoqlari tugagan edi. Shunga hammasi bellariga esib olgan tomoq qatisini elib, uning ichiga 300 grammdan go'sht, 2 taldan yong'yu silib qaynatishga boshladi. Bu jimjitlikqa cho'kib qolgan yer birdamdala vangchung ovozlarga, minglagan tomoq qachilarining ostidan chiqayotgan oquch tutunlarga to'lib ketdi. Lekin bu yerdagi dam olish, oziqlanish ancha uzoqqa bormadi. Bir soat o'tgandan keyin qo'shin otlanib, yana yo'lga chiqdi. Beshiga mashranglik shapka, uchsig'imu mashranglik terikidan tikilgan gimnasturka, galapi shim, oyg'iga chigirin o'tuk kiyishib, ot ustida lochindak o'ltirgan komandir jangchilar to'rtdan biri tuzib saplarini buzmay haybat bilan yurmakda edi. Ularning pagonlaridagi baldoq va yulduzlar, ko'ksidagi ordinlar kunning sho'lasida valildab chaqnaydi. O'zlarining hayvatlik yurishlariga masligi kelgan jangchilar ot ustida tetik va ruhliq o'ltiradi. Urush bo'ronlaridan siziqlar paydo bo'lgan, qaradigan yuzlarda mag'rurlik aks etadi. Chunki bular tog' edirlarda, dasht dalalarda tinab tamtirab, aloqasozlikka tushib yurgan qochqinlar emas. Aşu qaçqunlarni hili taqqa, hili qumga, hili çatqallıqqa va hili o'nkirlarga qechishga majbur qilayotgan mardona qo'shin, andishsiz qo'shin, mag'rur qo'shin. Qo'shinning keynida oziq-tulik besilgan harvonlar kolonisi keladi. Harvonlarning g'ichirlishi bir xil ritmliq sozdek anglanadi. Harvakashlar har tarafga zan qo'yib qarab, tabiatning bu bezalgan mezgiliga zo'qlanib boradi. 6-oy. Tog' dalalarda tabiatning raso bezalgan vaqti. Butun dalalar gul chechakka purkangan, turlik tuman qushlarning yiqimliq ovozlari, hasharotlarning chirildashlari, bo'libmi kakukning o'zib qichqirishi ko'ngillarni allaqayoqlarga ilib ketadi. Ana, kakukning ovozi 2 bo'ldi, 3 bo'ldi. Kishilar nimishqa shuncha chiroyli, ko'ngillarda hadis nafis, nozik tuyg'ularni qo'zg'atadigan bu jonivorning ovozini g'erib deydigandu. G'erib odamlarning nimishqa uning bilan oshna og'ina bo'lg'isi keldigandu. Uning ovozining yiqimliq, tatimliq bo'lganligidanmi yoki dardmanlarning kona dardlarini qo'zg'avatganligidanmi? Qaranglar, butun sap, komandirlarmi, jangchilarmi jimjitlikqa cho'kib ketgan. Bularga nima bo'lgandu? Pah, bu yiqimliq ovoz nima degan sehrli kuchga ega? Hatto otlarningmi purqishi o'chgan. Ularmi ta'sirlanib ketganmidu yoki quloqqa anglanmayyotamdu? Shu topda osonla hayajonlanadigan hamshira qizlarning hissiyoti qanchalik qo'zg'alib ketgandu? Rost, qizlarning kakuklar sayrayotgan daraxt yiniga borg'usi keladi. Agar jangovar sapni demasa, kakuklar sheg'iga qo'nib olib, qichqirayotgan ashu daraxtning ostidagi chimliqqa o'zlarini tashlagan bo'ladi. Amal qancha? Mayli, sayra jonivar. Kishida azobliq hislarni qo'zg'atsangmi mayli. To'xtamay sayra. Kel, oshna bo'layli. Kech kirdi. Tog'ning salqin shamli boshlandi. Oz dam ilib kechicha yurish qilgan qo'shin tong qorong'usida Sarto'qayga yaqinlab keldi. Anda sanda etilayotgan o'q ovozlari anglanishga boshladi. Qo'shin daryo bo'yiga tushdi. Bu yerda kuygan, pochoqlangan 2 mashina va bir necha o'liklar yotadi. Kimligini to'ng'ili bo'lmaydi. Tong otgandan keyinmi to'ng'ili bo'lmadi. Hammasi ko'ydirib o'ltirilgan bo'lib, xuddi kuyib o'chgan yog'ochlardek qop-qora bo'lib ketgan. Faqat Lazzat ismli yosh qozoq ayolnila to'ng'ili bo'ladi. Uning ko'ksi kesib tashlangan, maydasida nayza izi, quliqidan oqqan qon enikini bo'ylab eqib ketishib qolgan edi. Quvanish ismli vozvod komandiri Lazzatni to'nib, o'zini tashlab o'pka deb yig'lashga boshladi. Bu dahshatlik manzarani ko'rgan jangchilarmi o'zini to'xtatib ololmadi. Nizomiddin Shimoliy front razvedkasiga g'azablandi. Bu yerni chorlashga kelgan razvedkachilar Shimoliy frontga,
Puhralardan boshqa hech kim ko'rinmaydi. Banditlar ketibdi deb ma'lumot ilib borgan. Shuningdan keyin podpolkovnik Ahmadjon puhralarni banditlarga agashmaslikka da'vat qilib, tashviq targ'ibot ishi bilan 2 mashinada odam ilib kelgan edi. Nizomdanmi, boshqa komandirlarmi, jangchilarmi bu ahvollarni uqmaydi. Minglagan komandir jangchilarning ichini serildirib, dahshatlik o'ltirilgan qora ko'zlarini manguga yumib yotgan yosh ayol Altay polkining hamshirisi edi. Milliy armiya 1945-yili 10-oyda Sarsumbini ozod qilganda, yosh er-ayol quvonish bilan lazzat 2 bolasini, birisi 3 yosh, yana birisi texi yeshiga yetmagan 2 qizini onasining quchqiga tashlab berib, milliy qismga qatnashgan va qo'liga qurol olgan. Quvonish Nizomiddin polkida, lazzat Altay polkida edi. Urushlarda ko'rsatgan qahramonliklari har ikkisining ko'ksiga fidoyilik ordenlarini osgan. Kona uylarning birida putiga o'q tegib yolg'iz yotgan 40 yoshlar chamisidagi molchi ko'ydirilib qop-qora yog'ochga o'xshab qolgan o'liklarning va lazzatning qandoq o'ltirilganligini so'zlab berdi. Ahmadjon 2 mashinada tashviqotchilarni ilib kelganda, puhra emas, butun turqi puhralarga o'xshash 300 dan ko'proq banditning qo'rshovida qolgan. Bo'y bermanglar, degan Ahmadjon qahri bilan varqirab, bir tomchi qanimiz qolgacha ilishimiz. Podpolkovnik jangchilarini tez o'rinlashtirdi. Mavu to'tinglar eski tomdan keyniga o'tinglar. Mavu beshinglar mashinaning beqiniga o'tinglar. Avu qirni daldi qilinglar. Ozgalga tushinglar. Har qaysi aplik joylardan oborun tutgan jangchilar bilan banditlar oraliqi 150-200 metr keladi. Dahshatlik etishlar boshlandi. Qo'mach qo'rilgandek ovozlar ko'tarildi. Banditlar 4 tarafdan shipqab keladi. Ozgalga tushib olib, tapanchasidan o'q uzayotgan Ahmadjon jangchilarga buyruq berib turadi. Keyning qara, granat tashla. O'yining qara, sayrat avtomatingni. Ayol puhralarga xizmat ishlayman deb kelgan lazzat 4 atrofga chabdaslik bilan o'milab, yer beg'irlab, yugurib yurib yordar bo'lgan jangchilarni tangdi. Og'ziga suv temitdi, qonlarni surtdi. Ba'zi ig'ir yordorlarning qo'lidan avtomatni elib, yopirilib kelayotgan banditlarni etib chekindirdi. 4 soatlik jiddiy ilishish uningga 1 soatgimi bilinmadi. Tashlangan bombalar mashinalarni pochaqlab tashladi. Ular barg'ansiri yiqiladi, bostirib keldi. Banditlar 120 dan ko'proq odamidan ayrilib qolgan bo'lsa-mu, Ahmadjon, Lazzat qatorliq 11 odamni tirik tutishga muvaffaq bo'ldi. Osmanning lashkar boshliqlaridan birisi Qaban eng dastlab Lazzatni so'roq qilishga ilib chiqdi. Lazzatning munchoqni patirib qo'ygandek do'ptuglik qop-qora ko'zlaridan g'azab uchqunlari chaqnab turadi. Qaban uning milliy armiyaga qatnashish tarixini so'rab bo'lib, "Sen bala, bu sapga oldinib qatnashib qolgansan. Biz buni jinoyat hisoblamaymiz", dedi u Lazzatga xayrixohlik qilish alfozida. "Yo'qsa, oqsoqol, men o'z ixtiyorim, Gomindonga yongan qahrim bilan 2 balamni tashlab qo'yib, jangovar sapga qatnashganman", dedi u. "Nech yosh kirding?" "23 ga. Yosh ekansan, yon keyninga. Mana o'z xalqing, ona tuprog'ing", Lazzat keskin aytdi. "Mening o'z yerim sen aytayotgan bu olqonchilik yerlar emas. Bilamsan, mening o'z yerim payonsiz. U chetidan bu chetiga sen avu yugurik qora eting bilan nech oy chepibmi yetolmaysan. Xalqimning sonini ilishga aqling yetmaydi." Qabanning qo'shimisi turildi. "Hey, ahmoq bola, sen bu qizil jahongirlarga agishib nima topmoqchi bo'lasan? Sen aytayotgan qizil jahongirlar xalqni Gomindonning zulmidan qutuldirdi. Endi sana o'xshash tapanning ostidan chiqqan quyruqlarni omon qo'ymaydi." Qaban o'rnidan turib ketdi. "Maydisidagi avu to'mirni yulib tashla, ko'ksini kes bu javuldoqni." Lazzatning bayotin biri bo'sh turgan qo'lini keyniga bog'lashdi va bosh ko'ziga tarositib qamcha soldi. Gimnastikasining oldini yirtib tashlab, 2 ko'ksini kesib tashladi. U bu chog'da tishini tishiga tishlab, un chiqarmadi. O'z qo'lida jon bergan yordorlarni esiga elib, ko'zlari qizarib ketdi. Mangliyida qamcha izi qolgan yerdan chiqqan qon yuzini bo'ylab chipildab yiqishga boshladi. "Dadam muallim edi", dedi Lazzat qahri g'azab bilan. "Shingisi tutib ketgan. Anglashimcha dadamni Urumchida mana mushunda qiynab o'ltiribdi ekan.
Aytqina, ey jallod, sening işingizdan närin kam? Bilib qo'yginki, sen davatgan jahongirlar senlarning kulingni ko'k so'rib, xalqni bulang talandin, qon tamgan qilichandan qutuldurdi. Qaban bayatın biri bu qarg'aydek mag'rur yosh ayolni o'tda ko'ydirib o'ltirishni o'ylagan bo'lsa-mu, lekin yurakini zida qilgan xanjardek o'tkir bu so'ziga chidamay, yenidan tapanchisini sug'urib oldi-da, kaynidan ikki pay atdi. Ondan lashkarlari sunaylanib yetib qolgan ayolning ko'ksiga nayza sanjidi. Uningdan keyin so'roqqa Ahmadjanni ilib chiqqan edi. Biroq uningdan lazzat aytgan so'zlardanmi o'tkir so'zlarni angladi. Shuning bilan Qaban so'roq qilishni to'xtatdi-da, Ahmadjon bilan qo'shib 10 nafar jangchining put-qo'lini bog'lab, yog'och ostiga besib, kirsin chechib, o't qo'yib o'ltirishni buyurdi. Bütün jangchilarning qalbida intiqom elish istiki, banditlarni qo'g'lab, sur to'qay qilib tugatmagicha tinmas istiki yandi. Namlangan ko'zlaridan g'azab, nafrat uchqunlari chachirdi. Charlashdan tez qaytgan razvedkachilar polik shtabiga mundaq ma'lumot ilib keldi. Banditlar bu yerdan taxminan 6-7 kilometr yiroqlikdagi daryo bo'yiga to'planib o'tibdi. O'ziga nurg'un fuqarolarni agashtirib olgan. Mo'ng'ul fuqarolarmi bor. Hesapsız nurg'un chorva mollarini shu yerga yig'yotdi. Banditlar o'zlarini, fuqarolarni, chorva mollarini daryodan o'tkazib olib, bizni amalsiz qoldirmoqchi, dedi Nizomiddin komandirlarga. Haqiqatan shunday qila olsa, biz amalsiz qolamiz. Chunki ular u qatqa o'tibla mudofaalanib oladi. Tez yurish qilayli. Butun polik taraslab yurib ketdi. Ammo idirliqlarga yetganda qarshilikqa duch keldi. Atlaridan tushishga majbur bo'ldi. Lekin shiddat bilan etib, taraf-tarafdan ilgirlaverdi. Birinchi edirliq ishg'ol qilingandan keyin banditlar ikkinchi edirliqda paydo bo'ldi. Butun qism chechilib ketdi. Bir yoqdan etib, bir yoqdan ilgirlashga to'g'ri keldi. Jangchilar daryoga qistab ketib boradi. Chekinib daryo bo'yiga eng dastlab yetib kelgan Osmon lashkar boshlig'i oq siriq yuzlik, ko'k ko'z, inchika burutliq Qabasqa mundoq dedi: "Qarlilar bilan qattiq ilish, kelganlarini o'ng turvat, yanma, miqta bo'l." Daryodan birinchi bo'lib Osmon Shinjang garnizonining qo'mondoni general Jang avatgan 3 nafar telegraf apparati xizmatchilari o'tishdi va to'qayliq ichiga kirib, telegraf apparati orqali Urumchi bilan so'zlashdi. "Et, chopsan et", dedi Osmon taqatsizlik bilan. "Bizga darhol askar avatsin. Cho'ng zambiraklarni avatsin. Nimish avatmaydi, ha?" Asabiylashgan Osmon bir o'rinda turolmaydi. "Avatish qiyin davatidi." "Qiyin? Nimasi qiyin? Beraman deb va'da qilgan-ku. Nimishqa mening gapimni anglamaydi? Hammasi o'xshash bu nimalarning. Choshqanda kitirlashnilar biladi." Uning quloq cho'rlaridan oqqan ter tomchilashqa boshladi. Qo'llari titraydi. Radistlar olgan javobini aytdi. "Azroq avatsak, baribir foydasi yo'q. Biror otliq diviziya avatayli desak, ta'minot yetkazib berish tez davatidi." "Ta'minot? Nima ta'minot? Tog'lardagi butun qo'y kalalar mening. Ayt, kunda 5 vaqt sho'rpa berishga qurbim yetadi." Osmonning ko'zlarida jahillik, tarsonlik o'tlari yondi. Birer ishqa chechilib, asabiylashgan chig'ida uning sal qiysaqroq ko'zlari shundoq dahshatlik chaqnab ketadi. Aram xudo kunlarining barg'asiri azlab ketib berishimi jiniga patqan edi. Ular bu yerdagi yerlik tamoqlarga ko'nalmaydi. "Senmi ko'nding'u? Yotsiradigan tamoqing qoldimi? Kelmay turib qo'rsaqni o'ylaydi. Shumi qo'shinmish? Shunga 3 viloyatni qarqizib qo'ygan nimlarda bu? Sizdan hol so'rayotidi", dedi radistlar. "Hozircha Baytikning yinida dam ilib, o'zini o'ngishib olsin. Qayturma hujumga oldirmasin. U yerda bizning bir rota askarimiz bor. Shuni bilan aloqalashib tursin", deydi. Osmon radistlarning so'zini bo'lib, "Mendan hol so'rg'ini qursin. Menga askar kerak", dedi varqirab. Radistlar so'zini davomlashtirdi. "Biz ochliq, qurol yetkazib beramiz. Yana ma'lum qo'shinmo avatimiz. Toza kuch to'plab, biroqla qayturma hujumga o'tish kerak. Qachon avatidi ekan? Men o'lgandimmi?" Radistlar so'zini davomlashtirdi. "Hozircha il tarafning harbiy kuchlarini razvedka qilib, vaqtida telegram orqali bizga xabar qilib tursin, o'diqmisin deb to'playotdi.
aram bermeyvatsa, özün oňuşyp deydi dötler. Osman qo'lini silkidi va yana bir nimlarni deb g'udung'ishidi. Bu chog'da yetishish ovozlari daryo yoqasiga yaqinlab kelmoqda edi. U ko'zlarini chakchaytib u qatqa qaradi-da, "Bo'ldi, quruq so'zni qo'ysin!" deb o'rnidan turdi. Osman va telegraf apparati xizmatchilari bu yerdan tezla yo'tkilib, ko'zdan g'oyib bo'lishdi. Butun polik edirliqqa yeyilib ketganda Nizomiddinning buyrug'i yetib keldi. Qismlar ataka qo'ysin. Bu chog'da Arash bir guruhpa jangchi bilan daryo yoqasidagi to'qayliqdan banditlarga yaqinlab borgan edi. U bir necha banditning tapancha, qilichlarini yalang'ochlab Mo'ng'ul fuqarolarini daryodan o'tishga zo'rlayotganligini ko'rdi. Mergan Arash tapanchiliq ikki banditni do'malatdi. Uchinchisini, to'rtinchisini. "Yugur, Abduqodir!" dedi aldirab. Abduqodir o'qdek uchib, ularga yaqinlab bordi-da, avtomatini sayirtibatdi. Buningga ulab qolgan jangchilarmi qurollardan to'xtamay o'q uzishga boshladi. Banditlar o'ra to'pa bo'lishib, yiqilganlari varqirishib, otlar kishnab, qo'ylar ma'rishib, daryo bo'yi aloqazotlik ichida qoldi. Lekin bu yoqqami o'qlar uchib kelishga boshladi. "Hurro! Olg'a!" Kuchlik ovozlar, otlarning do'kirlashlari anglandi. Banditlar o'zlarini daryoga otdi. Kengligi 30 metrdek daryo yuzi xuddi o'lik qag'alar bilan to'lib ketgandek yerginishlik tus oldi. U qattin daryodan burunroq o'tib mudofaalanib olganlarning o'qidan Arash yiqildi. "Arash o'qtaydi!" Abduqodir etayotgan avtomatini to'xtatib, uning yeniga o'qdek uchib keldi. "Arash! Arash! Arash o'qtaydi!" U o'zining qattiq vaqirganligini bilmaydi. Atakaga o'tganlarmi dukurishib, qiqas cho'qon bilan yetib kelishdi. Chipib kelgan Rayhon etidan sakrab tushdi-da, uning beshini tiziga oldi. Lekin bu Mo'ng'ul yigit o'ynoq qora ko'zlarini manguga yumgan edi. Qism uchun Qaysar jangchisidan ayrilish albatta ig'ir edi. O'zlarini banditlarning changilidan qutqizib olgan bu mard o'g'il uchun Mo'ng'ul fuqarolar hammadan ko'proq azoblandi. Qozoq fuqarolarini emas, bir oydan beri 100 ga yaqin Mo'ng'ul fuqarolarini banditlar o'zlariga agashtirib azoblab yurgan edi. Nizomiddin uning qurbon bo'lganligini anglab, hasratlanib ulug' kichik tindi. Uning 1944-yili bir ov miltiqi bilan Nilqa tog'lariga yetib berib, qo'zg'olonchilarga qo'shilganligini eslab, o'zining kechikib qolganligini alam bilan his qildi. "Xayr, amal qancha?" deb o'yladi u. "Necha yuzlagan dushmanni g'arq qildik. 600 dan ortiq fuqaroni, 100 mingga yaqin chorva molni qutqizib qoldik." Atisi Arashning jasadi Chingil daryosining bo'yiga dafn qilindi. Qabra ustiga taxtaydan oddiy qabra xotirasi turg'izildi. Uning yeniga ko'zlari yosh rayhon dala gullaridan ko'ngil qo'yib tuzgan bir dasta gulni sanjib qo'ydi. Ig'ir sukutda boshlarini egishib turgan komandir jangchilar oldida Abduqodir Qaysar sabdishi, inqilob o'g'loni, mard jangchi Arashqa atab yozgan she'rini o'qidi. "Chiqding Nilqa tog'lariga o miltiqing batlaylik, asrlardan zulm birla iling bo'lg'ach pig'on dardlik. Ana yurt ahini anglab qaddingni rusiding aytding, zulmga qarshi turmaslik jahonda eng jinoyatlik. Bo'ron yomg'ir shivirg'an ham siyrilma tog' va ya sozliq. Qayerda qilmag'in jangni sening uchun bak idi aplik. Ajab margan, ajab qaysar, ajab botur iding Arash. Jimi jangchiga dilkashding, ajab yaxshi fazilatlik. Baturluq ham fidoilik medali chiqdi ko'ksunga. Temib turg'ach bisotingdan jasorat, kuch, quvvat, mardlik. Seningdan ayrilib qoldik, biroq baturluqing o'lmas. Sening har bir izing avlodlaringga mangu darslik." Davomi bor.